komanda mashin so'zlarida tayyorlab bermoqchiman. Bizning kисло-освежающий напиткimizga kerak bo'ladi mята, shotut, apelsin, limon, или вообще холодильникingizdan chiqqan любой frukt. Agar o'zingizning холодильникingizda bo'lmasa, qo'shningizga chiqib kelsangiz ham mayli. И, конечно, karkade, karkade. Короче, by the way. Osonroq aytganda limonadimizga 30% dan beruvchi narsa. Qolgan 70% ishi bo'lsa, 7up mojitoga qo'yib beramiz. O'zi 7up hech qanaqa limonad qilmasa ham suvni o'zini ichida shunaqa yaxni tushadi kilaga. Opani gap tugabdi, endi ishga o'tamiz. Примерно yarim litr suvimizni oshib-toshib xullas 7up bo'lib qaynagandan keyin 4 qoshiq karkademizni solib, adekvatni miksovat qilib olamiz. Дальше 7uplarimizni bayskiga qilib ayamasdan idishimizga solib olamiz. Постепенно yorib ezib tashalgan fruktlarimizni aralashtirib olamiz. Qizil suvimizni bijilo suvimizga aralashtirib, o'tlarni esdan chiqarmasdan освежающий напиток qilamiz. Yesh, degustatsiyaga emas, salomon kelib oldik. Balqatda beraman, var ondan 100. Ertalab uyg'onib, mojito ichaman deb o'ylab o'tirdim. Wow!